Erkak kishining qalbiga oshqozon orqali yo'l topiladi deyshadi. Lekin hozirgi zax havoda oyoq orqali topilsa ham bo'ladi. Men sizlarga shuni yo'lini o'rgatib qo'yaman. Issiqqina suvga romashka solamiz. 4-5 tasi yetarli bo'ladi. Uni ketidan menavazin spirtini solamiz. O'zini qopqog'ida bitta 2 ta solsanglar yetadi. Undan keyin esa zvezdochka kerak bo'ladi. Zvezdochkani solib eriguncha yaxshilab aralashtiraveramiz. Bu suv sovib qolguncha vanna qilinadi. Buni yoshi katta oyijon adajonlarga ham qilib bersanglar bo'ladi. Bo'g'im og'riqlarini oladi, oyoqdagi zax oladi, shamollashlarni ketkazadi. Lekin homiladorlarga mumkin emas. Yaqindagina shamollab tuzalolmayotgan yoki endigina aksirib gripp bo'layotgan yaqiningizga qilib bersanglar, shunda shamollashlarni ham yo'q qiladi. Profilimda bundan ham qiziqarli videolar bor. Yaqinda 50 mingta bo'lamiz, inshaalloh. O'zingizlarning hissinglarni qo'shib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Menga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Videoni esa albatta yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar.